Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, 6-mayda mana shu mashinani Odil akamga bo'ldi, siklatga chiqib ketyapti deb istoriyaga video qo'ygan edim. Bismillah, bir Odil akamga kirib olasiz. Mana hamma отчетini topshirdik. Odil akam mashinalari, buni hozir bayt qilgan kunimiz 4-may edi, bayt qilgan kunimiz mana. Endi pasportlarni to'sib turaman, mana bitta ko'rsatib yuborasiz. Odil akamniki mana. Hammasini bayt qildik. Mana shu mashina shu yerda turgan edi. Mana mana shu hamma narsasini mashinadan olib qo'yib yuborgan edik. Keyin istoriyaga 4-mayda, 6-mayda, 4-mayda bayt qilgan edik. 6-mayda mana shu mashina siklatga ketgan edi. Ketqizorib mana bugun olib keldim. Changiga rozi bo'lasiz. Tekshirib mana hamma отчетlarni berdik. Firmadan tushgan edi. Mana bugun hamma отчетlarni topshirib berdik. Odil aka, Alloh xayrli barakotli qilsin. Qadrdonlar, yana bitta Toyota Highlander Limited O'zbekistonga yo'l olmoqda. Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib ketdi. Bundan keyin yana Grand Highlanderimiz bor. Keyin LC 300 gibridlarimiz bor. Endi men o'zim bo'lsam, bo'lmasam, o'zimiz ukamimiz chiqarib yuboradi. Xudo xohlasa tepasida turib, Alloh xayrli barakotli qilsin. Mana mashinangiz tayyor bo'ldi. Odil aka, mana hujjatlari. Mana hujjatlari hozir dekabr keladi, evakuator. Uni ham portdan ham bitta video olib qo'yib yuboraman. Kimki niyat qilgan bo'lsa, Alloh yetqizsin. Alloh xayrli barakotli qilsin. Qadrdonlar, hamisha aloqadamiz. Odil aka, omonatingiz tayyor bo'ldi.